Asosiy stavka o'zgarishsiz 15%. Tovar, ish xizmatlarini elektron savdosini amalga oshiruvchi soliq to'lovchilar uchun foyda solig'i stavkasi 10% etib belgilandi. Oldin 7,5% bo'lgan. Tovar ishlarini eksportga realizatsiya qilishdan olingan foyda uchun 0 stavkadagi soliq bekor qilindi. Vaqtinchalik soliq imtiyozlari 2025-yil 1-yanvardan 2029-yil 1-yanvargacha nashriyot matbaa faoliyati bilan shug'ullanuvchilar olingan daromadlardan foyda solig'ini to'lashdan ozod qilinadi. Buning uchun ushbu faoliyat turidan olingan daromadlar hisobot davri yakunlari bo'yicha jami daromadining kamida 90% ni tashkil etishi kerak. 2025-yil 1-fevraldan 2030-yil 1-yanvargacha O'zbekiston Respublikasi norezidentlari bo'lgan yuridik shaxslar eksport xizmatlari hajmi kalendar yil davomida 10 million AQSh dollaridan oshgan dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki rezidentlariga axborot texnologiyalari sohasidagi xizmatlarni ko'rsatishdan olgan daromadlari qismida foyda solig'ini to'lashdan ozod qilinadi. O'zbekiston Respublikasi bilan ikki yoqlama soliq solishni oldini olish to'g'risidagi bitim tuzgan davlatlarning soliq rezidentlari bundan mustasno. 2025-yil 1-yanvardan 2030-yil 1-yanvargacha tadbirkorlik subyektlari foyda solig'ini o'z mablag'lari hisobidan nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari binolarini qurish bilan bog'liq xarajatlarni 2 yil davomida teng ulushlarda ushbu binolar qiymatini amortizatsiya tarzida chegirib tashlanadigan xarajatlarga kiritishga haqli. Bunda ular ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni farzandlarini bepul qabul qilish bo'yicha litsenziya talablarini bajarishlari shart. Aks holda bu amortizatsiya chegirmalari Soliq kodeksining 306-moddasida nazarda tutilgan amortizatsiya normalarini qo'llash hisobidan bekor qilinadi. 2025-yil 1-yanvardan umumiy ovqatlanish korxonalariga foyda solig'i stavkasi amalda 15% o'rniga 7,5% stavkaga, ya'ni teng yarmiga kamaytirildi.